Mana do'stlar, yaqindagina ekilgan nihol unib chiqishni boshladi. Biz bunga ishlovlarni berishni boshladik. Mana hozirda dorilar solinib, chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib nihollar unib chiqishni boshlagan. Go'zal bo'lib, soldat bo'lib mana terilib chiqdi уже. Bu maydonimiz 2026-yil kuz oyiga tayyor bo'ladi. 2,5 gektar maydonda har xil mevali ko'chatlar. Bu tomonda esa 2025-yil kuz oyiga, xudo xolasa, noyabr oyiga sotuvga tayyor har xil turdagi mevali ko'chatlarimiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni qoldiramiz. Ishonchli ko'chat tanlashda adashmanglar do'stlar. Yangidan yangi navlarni sizlarga ulashib, ilinib boryapmiz hozirgi kunda.